Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Bekxan do'stlar. Xo'p do'stlar, biz bugungi videoda o'sha kalendarning oxirida beriladigan Mini Cooper'ni video qilamiz do'stlar. Tuning qilib takay cho'tki qilamiz. Videoni boshlashdan oldin do'stlar, bitta narsani iltimos qilib o'tmoqchiman. Video yoqqan bo'lsa, like bosinglar, komment yozinglar, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasa, ular glavnisi mana Telegram kanalimga o'tib qo'yinglar iltimos do'stlar. Yangi yilgacha adashmasam mana shu YouTube kanalda bu narsa qilib endi 1000 nima obunachi yig'moqchiman. Shunga sekin harakat. Endi yangi yilgacha qila olamanmi yo'qmi, to'g'risini aytsam bilmadim. Balkim 1000 ta yig'a olmasman, balkim undan oshiq yig'arman, aniq bilmadim do'stlar. Xullas shunaqa gaplar do'stlar. Mana unda sekin videoni boshlaymiz do'stlar. Xo'sh, o'sha kalendardagi Mini Cooper ketdik, bunga aylantirib to'xtanglar. Bular o'tirmay turib buni aylantirib yo'llarni ko'rsataman. Xo'sh, takoy qanaqadir muzikali vinil oldiga nimaga kerak bu bilmadim. Tomida ham bor-da, eng qizig'i. Yon taraf qizilagan. Sal g'alatiroq. Nima yozib bor ekan? Altor. Orqasi Mini Cooper Works. John Cooper Works. Ma'lum. Biz shunaqa gaplar. Likvidada qo'jasi ekan-ku. Bunga sport qo'yamiz. Orqada bansani menlikka bo'lib turgan bo'ladi. Mana shunda kirishdan oldin shtraflarimni to'lab ketaydi. Joyi kelganda to'lab qo'ymasam, bunday qilamiz, всё. Hayot go'zal. Xo'sh, och mashina. O'tir. Ketdi. Sport uncha qimmat bo'lmasa kerak. Sport uncha qimmat emas ekan. Xo'sh, buni qo'yamiz. O'zi shunday ham mashinani yurish uncha yomon emas, endi baribir sport bilan qanaqa bo'lar ekan ko'rmoqchiman do'stlar. Xo'sh, buni ham qo'yamiz. Antiradar kayfiga qo'yib, go'ska narxi deb pul chiqadi. Plyus emas, minus emas. Sotsam qimmatroq keltirib ko'ramiz. Mana. Mashina tayyor. Hozir go'ska narxi qancha edi? 1,200,000 mi? 1,425,000 ekan. Emas. Tortishi o'zgardi. Birdan o'zgardi. Oy. Mashina uchaman. Yurishini qaranglar. Qo'yjon. Yomon emas-ku. Rangi вообще yo'qdi, lekin problema. Yaxshi o'tib oldi. Xo'sh. Yomon emas, problema. Ket. Shunga problema. Sizishkim zo'r ekan, bor-ku. Yengil. Вообще yengil problema. Endi balki mashina kichkinaligidandir. Men shunaqa deb o'ylayapman. Qaramiz. Balki undan baxtlar. Xo'sh, mashina orqa bamper normalniy, oldi bamper menga sapal yoqmaganini tuyulyapti. Bular g'alatiroq. Boshqacha tuyulyapti. Hozir narsalarni o'zgartirgandan keyin ko'ramiz. Stok holatga qaytarsam kerak menimcha. Tepasida narsa buzib turibdi to'g'risini. Ortdagi narsani ham ortdagi. Hozir ko'ramiz qaysi bilan tushadi. Tushganini qo'yib yubora qolamiz. Bos. Hop. Mana urib ham kirdik. Xo'sh, spoiler. Qanaqa spoiler bu? Spoiler kerak emas. Hech narsa hal qilmaydi. Bamper, oldi bamper. Mana bipinoyda ekan mashina. Zandi bamper. Bu ikki taraflama bo'lar ekan. Buni qo'yib qo'yamiz. Xo'sh, parok hech narsani hal qilmaydi. Turdi nima? Turmadimi? Mana. Mashina normalniy bo'ldi. Buni qop qura qilsam ekan o'sha narsalar bilan.
Davay mana shu narsalari bilan qop-qora qilib qo'yaman. Qo'yilgan o'chiq bundan. Bu baferi qo'yaveraman. Mayli, mashina hech narsasi olmayman. Hamma narsasi turaveradi. Xo'sh, Nitra. Voy bilav, yoqqa nimani qo'yganman-ku? Bilav, nitrani ham necha joyda bosdim. Orqa baferi ham qo'yilmagan. 60, 61, 60, 61. Chiqishimga tugab qolgan nitra, hayron qolmayman. Bu yaxshi tugamadi. Hop. 110 odam yo'q menimcha. Bilav odam bor ekan, olmasancha. 17 ming yozdi. Voy. 17.400. Mayli, bizga qiziq yo'q. Buni razgoni kam deb tuyulyapti-ku. Nima razgoni maksimal pes. 350 mi, 360 mi qilishganda yana zo'r bo'ladi. Buni tak mashinani tortish zo'r ekan. Tortish yoqdi menga. Molni urib bu yoqdan kiramiz. Xo'sh. Bundoq qilamizda kiramiz. Mashinani qop-qora qilamiz. Voy. Diskani qop-qora qilamiz. Keyin tonirovka qilamiz. Beton. Zadniy tonirovka qilamiz. Beton. Indan keyin bo'lsa svet qo'yamiz. Hop. Xo'sh, to'xtada, mana shu rangini sal bundayroq turib, bundayroq qilsamchi. Bilan ko'nib qolar ekanda. Normal qora turaversa qora yarashgan. Mana bu svet rangini bo'lsa sariq qilamiz. Har doimgidek o'zim sevimli rangim. Mashinaga любойga tushadi deb. Mana. Chutki bo'ldi. Mashina sal bagayuz. Shuning uchun bundoq qilamizda, bundoq qilamiz. Yo'nta adminlarni. Ketimiz qichida borib ko'rib kelaylik, administrator. Eski gelik bilan Volkswagen. Mana pul misollardan ko'proq. Hazil. Yana bu narsa deb nima qilmaylar. Mana men jon jigarim yozyapti. Mana o'zini narsalari bilan paydo bo'ldi. Yetdik. Mashina chutki bo'ldi. Makina sotildi, kvadratsikl. U bildi. Zo'ru. Kvadratsikl 12 mingga sotilgan bo'lsa, men 3 ta olaman, 3 ta. 3 ta akkauntdan o'ynayapman. Bugun bitta olaman, ertaga go'man bo'ldi. Hozir mana shu akkauntimdan olaman. Yana 5 kundan keyin 3-akkauntimdan. 12 millionni hisoblaganda 24, 36 million. Voy bilav. Menimcha o'sha hamma nimani oxiriga qarab olib bo'ladi, narxi tushib ketsa kerak. Yana bilmadim. Tushmasa menga qiziqmas ko'rishimizdan. Zadniy. Bos. Колесо o'zgartiramanmi deganda. Voy. Voy bilav. Sal motor yurargan mashina ma'lum. Bilav, bunga benzin quyish kerak. Mayli, qo'yishimiz. Bizga farqi yo'q. Oy. Sekin. Burilishlarda voy, katta skorostda burilmas ekan uncha. Chutgina bo'ldi lekin bor. Idealno bo'ldi. Qodilar menda shofyor yo'q chiqadi. Men bitta. Nimada bilib qanaqa qo'shiq bor edi?
esim kelmayapti. Onasini yemsan. Qo'shiladi-ya. Mayli. Kerak. Xo'sh do'stlar, mana shu oxirgi paytda nima desam bo'ladi. Uyim hozir nima shu olib qo'ygan uyim o'zimga sal noqulayroq joyda deb tuyulyapti-da. Shuning uchun endi uy almashtirsammikan bo'lib turibman. Hozir endi pulim yo'q, shuning uchun voy video payti kelib qolamiz-a. Va tiyinmay tursanglar ham zo'r bo'lardi. Kirib benzin qo'ygan bo'ladimi? Otgan kod bo'lsin. Bilib turdim o'zi. Yaxshi quyish bildirdim. Aytdim sallani. Yaxshi benzin quyib olish bildirdim. Opa. Hop. Oy. Ya, menda shofer yo'q chiqadi. Remont naborim yo'q-a. Super. Bunday ham qilamiz, bunday qilamiz-da. Xo'sh. Misoling kimdadir ekan? 834. Bular hammasini chiqaraman, chunki mashinani joylashtirishim kerak. X5 Cadillac M8 olganman yangi. Ochib qo'ydi. Va otib yubordim. Yo'q, ishladi. Voy, palagat. Hop, Cruzak, Porsche, Cruzak, bitta Cruzak, Matiz, Chevrolet Colorado, Pontian o'sha kerak emas, go'sga uchirib yuboraman boru, yo olib chiqib sotib yuboraman. G9, Ferrari, BMW Multiyo to'xta mashina M6 chiqarib tashiy, kerak emas. Xo'sh, o'tgan videoda tuning qilganimiz video mana bo'ldi. Ha, mashinaga chiqdi adashmasam. Qaysi mashina? Chevrolet Coloradomi? Qaysi? Ikkita mashina yo'q. Xullas Chevrolet Colorado bilan salonni bittasi yo'q. Bitta kvadrotsikllar. Xo'sh, ketdik. Zedniga yur. Vito, Merc, M8, mana ikkita Infinity bor. Buni mashinaga qo'yiraman. Mashina turaveradi, shunga xalaqit bermay. Bunda parkovka qilamiz-da. Bo'ldi, parkovka bo'ldi, mashina endi ketib borib turib nima olib kelgan, remont nabor bilan toza qilib tiqsam mashinani, keyin zapat chiqarganda toza turadi. Agar bolalar qarab qolib haydasa toza turadi mashina. Bilet. Vo'na. Xo'sh, kiramiz. Ikkita remont nabor olamiz, chiqib bitta urib yuborib, yana kirib ikkita olamiz. Xo'sh, mana ketdik. Yana ikkita remont nabor olib qo'yamiz. Eski joyga kerak bo'lib qoladi. Remont naborsiz yura olmaydigan bo'lib qolganman oxirgi paytda. Endi bunaqa haydashda, конечно, remont nabor kerak bo'ladi. 300, 350, 400 bosib yurgandan keyin. Xo'sh, mana keldik. Voy, sekin. Bundoq qilamizda. Kartlamizda bundoq turib, bundoq qilamiz. Faham qilamiz. Xo'sh, endi Mini Cooperni qidirish kerak. Yo'qqa tushdi, pastamikan. Ha, mana Mini Cooper. Bunga ikki rang berib qo'yiraman. Qayerdan chiqdi o'sha joydan? Mot mana. Men buni boyagi chitterski qilib, osmonga uchib ketadigan qilib, nastroyka qilib, uni qilishim kerak. Buni video qilib o'tirmagan, prosta qilib qo'yaman. Qachondir bo'sh vaqtim bo'lganda.
Bu ikkalasini keyin mana bu turgan ho'kizni mana shuni go'skaga uchirib olaman. Bu kerak emas baribir menga. Buni joyiga mana bu vitoni olib kelib qo'ysammikan? Buni joyiga bitta mashina topaman-da, xullas. Mana jon kam turibdi bu yoqda bitta, bu ham g'irt stok. Buni ham sport qo'yib taga cho'tka qilish kerak. No, bunga sport qo'ysam qimmatga tushib ketaman-da, chunki go'skasi ancha-muncha pulda. Esingizda bo'lsa, mana buni o'ziga 3 million ketgandi. 3,5 millionmi? Bunga mashg'ulotiga kelishiga. Bunga 5 milliondan ko'proq ketib qolsa kerak. Mayli, pul kelib turibdi-yu. Bosora qilarmiz buni ham keyin. Ular shunaqa gaplar do'stlar. Undan sekin mana shu videoni to'xtata qolaman do'stlar. Hali ishlarim ko'p qiladigan. Ham charchab turibman, uyqum ham kelyapti. Bu yerda menga nimadir beribdi. Va pul bergan ekan, qo'yaveramiz. Berganda ol, urganda qoch deyishgan. Ular shunaqa gaplar do'stlar. Mayli do'stlar, sog' bo'linglar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Men videoni tugatdim. Endi yotib uxlasam ham bo'lar, balkim ko'ramiz. Xayr.